أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Hürmetli qarindoshlar, hayatımızda ba'zida aldırıp qarar ep qaladigan vaqtlarımız bo'ladi. Keyin olgan qararimizdan o'zimiz pushmon qilamiz. Ba'zida bir ishlarga aldırıp hüküm qilib yomon ko'rib qolamiz. Ammo oxirisi xayrlik chiqadigan ishlar bor. Alloh subhanahu va taolo Sura Baqaraning 216-oyatida Estaizu billah va asa an takrahu shay'an va huwa khayrun lakum va asa an tuhibbu shay'an va huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun degan oyati orqali meselelerge aldırıp hüküm çıkamaslık, aldırıp karar çıkamaslık, meselelerini aldırıp yaxşı, yaman demeslik. Her qandaq işte bir hayriyet bulduğanlığı hakkında bizge bir işaret verip aldırmaslık tavsiyesini bizge verdi. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın ki bir sahabini maqtığını anladık hadiste. Yani şu sahabinin ne dep maqtı? İnne fike hasleteyn yuhibbuhumullah. Sende iki türlük sıfat var. Allah bu iki türlük sıfatını yaxşı gördü. Birisi temkinlik, yana birisi aldırmaslık. Qarindoshlarimiz biz bugün yuqorida o'qigan oyat ve hadis şuarı ostida suhbatimizni boshlaymiz. Bugünkü söhbetimiz aldırmaslık, salmak buluş, temkinlik hakkında buludu. Bizden bu bir yürüyüş söhbetimizden çoğun mavzusu İslam ahlakı. Yani İslam ahlakının özüge aldığın dairelerde temalarını her bir derste birden sözlüyoruz. Qarindoshlar ortaklaşıyoruz. Şu İslam ahlakı çoğun temisi astideki Bugünkü sözlemekçi olan İslam ahlaklarının birisi temkinlik, salmaklık, meselelerge aldırıp karar çıkamaslık. Bu İslam'ın en yüksek ahlaklarından birisi, İslam'daki büyük kıymet qaraşlarının birisi. Beyhaqi Enes bin Malik radıyallahu anhu'dan rivayet kılgan bir hadiste El-aceletu mineşşeytan ve te'enni mine'r-rahman. Bunun her xil lafzlar var bu hadisninki. Bazı lafzda kelgan şekillerini o'lmani zaif deb bahalagan, ammo sahih bo'lgan shakllarim bor. Ma'nosi asosan o'xshash chiqadi. Ya'ni aldirash shaytondan. Chunki aldirashning oqibati pek yaxshi bo'lmaydi. Salmoqliq, temkinlik, masalalarga aldirmay hukm chiqarish Rahman Taolodan degan mazmunda kelgan hadis. Biz üzlüksüz şu İslam ahlakları hakkında kitapatkan vaktimizde dep kitapatımız insan ma'lum hikmetler tüpeylerden nurgun micazlı qıp yaratılgan. İnsanda nurgun micazlar var. Şu micazlarının birisi Sura Enbiya'nın 37. ayetinde insan tasvirlengendek Hulikal insanu min acel. İnsan sal aldırangı yaratıldı. Bu bir insanın yaratılma micazi, huy micazi. Emdi Allah subhanahu ve taala muşu micazimizni yaxşı tarafga qo'llanish uchun, yomon oqibatlarga tushib qolmaslik uchun bizga qanday ta'limot berdi? Aldırmaslik ta'limoti berdi. Biz bu suhbatimiz orqali aldırango ishlarga tiz hukm chiqaradigan holatdan bir şeytani holat, aldırmaydigan, meselelerge etraflı qaraydigan, inç qaraydigan rahmani holatga qanday yetkilimiz? Yani bizdeki bu bir aldıranguluk ne? Biz ilgiriki başka derslerimizde deganimizdek insandaki her bir micazning yaxshilik tarafiga qo'llanishga bo'ladigan bir holatlari bo'ladi va yomonlik tarafiga qo'llang'ili bo'ladi. Yani insandaki micazlar qo'shbisliq. Onu eğer yaxshilik tarafga qo'llansak, Allah subhanahu va taolo bizni yaqinlashtiradi. Yomonlik tarafga bo'lib qolsa, bizni
pes, tüven, nachar işlarga baradiq. Dal şu noktadan çıkış qilib, bugun o'zimizda yetishtirmoqchi bo'lgan axloq aldırmaslik meselelerge etraflı qarash haqida to'xtalamiz. Ya'ni qandaq qilib aşı şeytani aldıranguluq meselelerge ittik hüküm çıkarış karakterinden, micazdan temkin, salmaq meselelerge etraflı qaraydigan holatga qanday o'tkazamiz? Bu haqda to'xtalamiz. Bu yerda intayin muhim bir nokta var. Bunu az ilgirimi sizlarga azroq deb o'tdim. Ilgirki boshqa darslarimizda biz buni deb o'tgan insonning bir mijazi bo'ladi. Allah insonni nurg'un mijozlarni yaratgan. Shuning qarshiligida shu mijozni to'g'ri yo'lga sarf qilish uchun, to'g'ri shaklda kontrol qilish uchun bir ta'limot bo'ladi. Bir mijoz, bir ta'limot. Çünkü insanın asli ma dunyoga lohiyalanishi, bunu biz fitrat deymiz Arabchada. Aş ta'limotga uyg'un. Ama onun mijozi uyg'un emas. Nurg'un misollar bilan boshqa darslarda tushundik biz. Bir mashinaning lohiyalanish masalasini misol qilib tushundik. Tuz yo'lga lohiyalangan mashina. Gerçi ko'nglimiz başqa taraflarda ko'zimizga ko'rangan, bizni tatib turayotgan, o'ziga jazba qilib turayotgan bir manzillarni tatib tursimi, mashina tuz yo'lga lohiyalangan bo'lg'achqa o öngür yoki u yo'llarga kirmaymiz, ya'ni mashinani akirmaymiz, chunki mashina mang'anmaydi bu yerda. Shunga o'xshagan insonning dunyoda yashaydigan bir programmasi bor. Buni islom atalg'usida fitrat deb ataydi. İnsan eğer muşu fitratdan, muşu programıdan chetnab ketsa, ko'nglim tatdiyu, men anınga qiziqdimyu, uni qilg'im keldi, buni qilg'im keldi, qilmay turolmadim degandek o'zining mijozini, buni biz havasmi deb qo'yamiz, havasininki, hissiyotining keyniga kirib, o'zining asli lohiyalanishi, asli programlanishi o'zininki ma dünyada yaşaydigan prinsipini hal qilsa, insan şu yerda ziyonga uchraydi, şu yerda xatolashadi. Endi ilohiy ta'limotlar insonning shu mijozini insonning lohiyalangan lohiyasiga mos shaklda qo'llanish uchun, insonning shu mijozning keynidan, shu xarakter, shu havasning keynidan minib ketmaslik uchun asli İnsan muşu dünyada yaşashda bekitilgan prinsip tarafga burash uchun ilohiy ta'limotlar keladi. Shu vaqtida agar biz o'zimizning shu havasimizningki, shu mijozimizning ustidan g'olib kelib, o'zimizning asli tabiati, ya'ni asli lohiyasiga mos shaklda kelsak, bizning lohiyamiz o'zimizning sirtqi shakliga aylansa, turmuş odatimizga aylangan vaqtida, yashash uslubimizga aylangan vaqtida, ondan keyin inson Allah iroda qilgandek bir shaklga kiradi. Buni biz Sibg'atalloh, ya'ni Sura Baqaraninki oxirgi oyatlarida biz tafsir Sha'roviyda izohlagan shaklda inson bir holatga keladi. Nijot topadigan holatga keladi. Yani nişanıga yetalaydigan, yo'lni oxirigacha bosalaydigan bir holatga keladi shu vaqtida. Endi mishada insonningki mijozi, havasi, masalan desak, pul top deydi. Biz ilgirki darslarimizda degandek, mijozning hammasi xato emas, faqat to'g'ri va xatoga sarf qilish masalasi. Mijozni to'g'ri yo'lga yoki xato yo'lga mangdirish masalasi. Sizning mijozing pulga seni qiziqtirdi, mol dunyoga qiziqtirdi. Tamam, bu xato emas. Ama ta'limot nima deydi? Sen musha qiziqib topgan mol dunyoni yaxshi o'rinlarga sarf qil. Isrof qilma, buzib tashma deydi. Mush ta'limot bo'yicha sening mol dunyoga qiziqqaning mush ta'limot bo'yicha ep berilsa, mush ta'limotga bo'ysunsa, sendeki mol dunyoga qiziqish ajoyib natijalarni yaratadi. Sen ko'plab iqtisodiy unum yaratsa, yaxshi taraflarga sarf qilsa, ajoyib bir natija. Sening mijozing, sening havasing xalqning maxfiyatliklarini, ba'zi ayib nuqsonlarini ko'chilashga seni qana qiladi?
haydaydi. Bilgin kep turdi. Ammo ta'limatchi, ilohiy ta'limatchi xalqning ayiblarini ochma. Mayli nim bo'lib kelsin, uning ayiblarini yo'ga deydi. Sening mijozing, sening havasing, sening hissiyoting güzel ayollarga to'ymay qarab ko'zlaringni hetiltishga seni chaqirdi. Bu orqali huzurlan deydi. Ammo ta'limot nima deydi? Ko'zingni yum. Halal shaklda havasingni qandu. Ma shaklda, demak, bu yerda tabiat, insonning tabiati, ya'ni xarakteri, ya'ni mijozi havasi nuqtasiz qo'yitilsa, chulvursiz erkin qo'yitilgan vaqtida inson o'zini boshqarolmaydigan bir holatga yetadi. Endi dinning ta'limoti nima deydi? Sen o'zingni boshqa da'vatidi. O'zingni kontrol qil. Ya'ni o'zingga bo'ysun da'vatidi. Mana insonning o'ziga bo'ysunmaydigan, ya'ni o'zini boshqa, biz nima deymiz odatda gapimizda bor. U o'zini boshqara olmaydi deymiz-ku. Ya'ni o'zini boshqara olmaydigan bir holatga tushib qolishdan bu ta'limotlar bizni saqlaydi. Endi mush yerda o bir mijoz insondaki, men hozir qilmanglar, etmanglar ilohiy ta'limot orqali uningdan chekininglar da'vat qildim, o'zi bir mijoz. Mijoz degan insonni tortib turadi, insonning qig'iz kelib turadi, qiziqib turadi. Ta'limot uningdan bu yoqqa kelsa, u yo'ldan mangma da'vatidi. Dal mush yerda bir tirishchilik ko'rsatish to'g'ri bo'ladi. Mush yerda bir sening mijozing bilan ilohiy ta'limotning o'rtasida bir zidlik chiqadi. Dal mushu qarshilikni yengib Üzənginin nəfsinin üstündən qalib gəlib, həvəsinin, şəhvətinin üstündən qalib gəlib üstüdən təlimat boyunca mağalığının cənnət üçün tülügən bədilən olurdu. Cənnətinin ötəydiğən bədil olurdu. Cənnət bekar gəlməydi o ki. Allah Qur'an-ı Kerimdə bu xil bədəl tülügənlərinin erişidiğən nəticəsini nimdə ifadələdi? Surə Naziyatının 40 və 41-ci ayətində وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ Rabbidan qo'rqib va nahan nafsa anil hawa o'zini bayatın biz degandek xohishlarining, havoyi havaslarininki, mijozining, qiziqtirishlarining yo'llaridan to'sab qola olsa, ya'ni o'zini kontrol qila olsa, o'zini boshqara olsa, o'zining havasining keyniga kirmasa, fa innal jannata hiyal ma'wa. Uning erishadigan o'rni jannat bo'ladi. Buning mukofoti jannat. Biz bugungi va undan ilgirgi darslarimizda boshdan oxiri davatqinimiz inson dunyoda yashash uchun kelgan vaqtida yaratilishidan apkiladigan bir bo'lak havaslar, bir bo'lak mijozlar, xuluqlar bo'ladi. Dal mushu havaslarni, mushu mijoz, mushu xuluqlarni qanday qilish, yugallash bizning maqsadimiz. Ilohiy ta'limot bilan yugallash, erkin qo'yib etmaslik uni. Çünkü o erkinlik insonning o'zining havasining keynidan mangan holati hech yaxshilikni ishorat emas. Dal buning uchun mushu ta'limotni uyg'unlab, tatbiqlab o'zimizning havasini kontrol qilishning natijasi bizning jannatga erishishimiz. Buning badali jannat. Chunki sen yaxshi ko'radigan bir ishni tashlamay turib, sen jafo qiyin ko'rib İğir kiladigan ishlarni qilmay turib jannatga kirishmaysan sen. Ibn Umardin kelgan bir hadisda Jami' Sag'irda "Ma taraka 'abdun shay'an lillah illa 'awadahu Allahu khayran minhu fi din va dunya." Qanda bir kishi Allah yusidan Allahni deb bir ishni tashlasa, Allah din dunyosida, u odamning dini dunyosida onun yaxshiroq qilgan o'rnini to'ldirib turadi deydi. Tabii ki bunun yaxshirog'i dunyoda bizning erishayotgan halol yo'li bilan erishayotgan ne'matlarimizdan boshqa oxiratdagi nima? Jannat. Endi biz mush orqali, ya'ni mush axloqlarimizni tuzash orqali, bizdagi havasning keyniga kirmaslik orqali Allohga yaqinlashimiz. Bu xil havasimizning ustidan g'olib kelish ma'lum darajada tirishchanlikqa to'g'ri keladi. O inson degan ajoyib nurg'un tabiatlarga yaratilganmiz bayatın degandek. O jannatning yo'li o'nchilar tuz yo'l emas. Jannatning yo'li ashta qiyin yo'l. Qiyin yo'l. Ammo yana bir yo'lchi inson o'zining tabiatining keynidan mangsa, havasining keynidan mangsa, o tizlam yo'l. Xuddi
nurg'un qatim misolga oldim bu misolni. Oldimizda biz buni yetib bormoqchi bo'lgan bir nishonimiz bormoqchi, biz ko'zimizga ko'rinib turibdi. Ammo bu biz bormoqchi bo'lgan sal egiz. Uning ustiga mangmoq tas, ya'ni qulay emas. Ammo yana bir yo'l bor. Boshqa yoqqa kiradigan. U pas. Yani mangsak, nayti tiz mangab ketimiz, ravon mangamiz, balki mashinalarimiz yoki velosipedlarimiz tiz biz kuchmasdan, jafat atmasdan biz mangishimiz mumkin, ammo u bizga yap olmaydi. Jannatning yo'li ana shuna shaklda qanday qilinadi, tasvirlanadi hadislarda. Jannatning yo'li unda oson qulay yo'l emas. Sen eng avval birinchi qadamda o'zingdan g'olib kelishing kerak. O'zingni kontrol qila olishing kerak. Ya'ni o'zingni yenga olishing kerak. Buni men texmo aniq tushundirsam qarindoshlarga, sen bir ishni qilay deb o'zingni qildira oladigan, bir ishni qilmay deb qilishdan to'siya oladigan, ya'ni mana shuni qilmasam bo'ldi deb qilib soladigan, mana shuni qilsam bo'ldi deb qilolmaydigan holatni tugatishing kerak. Ya'ni o'zingni kontrol qilib, o'zingni xohlagancha idora qila olishing kerak. Bu birinchi yo'l. Birinchi yo'l. Mushu yo'ldan, mushu qadamni elish uchun badal to'lamay turib boshqa yerga o'tkazib olmaydi. Buni biz burundan tortib qarindoshlarga da'vatlarimizni tatkagan o'zi bilan jihad qilish, nafsi bilan jihad qilish degan mushu. Balkim qarindoshlar o'zi bilan jihad qilish, nafsi bilan jihad qilish desa, qanday jihad qilish deydigandir balkim. Jihad bir maqsadga yetish uchun tirishchilik ko'rsatish degan bo'ladi. Buning eng oxirgi bosqichi dushmanni qurol orqali dushman ustidan g'olib kelib, dushmanni sening fikringga qarshi chiqolmaydigan holatga akilish. Sana qarshi tura olmaydigan holatga akilish bo'lsa, jihad. Buning birinchi qadami avval o'zingning ustidan g'olib kelib, o'zingning fikriga qarshi chiqmaydigan. Sening ideya fikringning g'ayrisi seni so'rab ketmaydigan. Qilgan va ishni normal qila oladigan. Mana shuni qilmasam bo'ldi degan ishdan cheklanadigan bir holatga akilishing o'zingni bu o'z bilan qildigan jihad. Dushmanni yengib, sening gapingni anglaydigan holatga akilishdan burun o'zingni yengib, o'zingning gapini anglaydigan holatga akilishing zarur. Bu birinchi qadamni olmay turib, ikkinchi qadamni ololmaydi. Avval sen o'zing bilan jihad qilsa to'g'ri, o'zingni kontrol qilsa, o'zingni gapga kirgizsa, undan keyin qurilish jihadini boshlaysanki, sen bir tuzuk bir odam bo'lsa. Oilangni bir sistemlik shaklda qurib chiqsa, atrofingdagi jamiyatingni qurib chiqsa, bu ikkinchi qadamdagi qurilish jihadi. Uchinchi qadamda Qur'on bilan jihad qilsa, to'rtinchi qadamda undan keyin sen qurgan kichik sendan tortib, o'zingdan tortib, oilang va jamiyatingdagi sen qurib chiqqan shu muhitni qo'g'dash uchun va kengaytirish uchun qurol orqali jihad qilishga vaqt o'tsa. Sen mayadni o'tolmay turib, ayaga bora olmaysan. Bizning bugungi axloq darsimizda, islom axloqi darsimizda, ya'ni savrchan bo'lish, oldirmaslik, masalalarga inchik qarash, bu turida islom axloqininki tilg'ilayotganimiz dal o'zi bilan avval o'zini kontrol qilish kerak inson. O'zini xohlamaydigan ishlarni qilmaydigan bir holatga kelish kerak. Odatda bizning eg'ir masalamiz nerdan chiqadi desa, ya'ni o'zimizning gapini anglamaymiz. Ya'ni biz ulanmaymiz yani. Hammadan e'tirof qilamiz Alloh yo'lida chiqim qilish. O'zimizni chiqim qildirolmaymiz. Hamma bilan deymiz og'zimizda kechalari turib Alloh uchun yig'latanmayotimiz. Hamma bilan da'vatimiz farz, vojibatlarni tuzib o'rinlash qildiranmayotimiz. Hamma bilan da'vatimiz ummat yo'lida, millat yo'lida, bu din yo'lida barlig'imizni ashtaga apranmayotimiz, qildiranmayotimiz o'zimizni. Ya'ni o'zimiz gap anglatanmayotimiz. Biz birinchi qadamdagi jihoddan taxalluq o'tamadik dahi. Endi gapni o'zimizning gapiga kelsak, inson oldiran yaratildi. Bayatni o'qigan oyatda xuliqal inson min ajal. Bizga kelgan ilohiy ta'limot oldirma da'vatidir.
Bu nimandi bu? İnsan nima uchun unda yaratılib qo'yib mundaq deydi? Agar unda yaratilmagan bo'lsa-chi? Biz deymizki, biz imtihon dunyosida oldi bilan buni esimizdan chiqarmasligimiz kerak. Agar inson aldirang'u yaratilmagan bo'lsa, taklifatning, vazifaning, ta'limotning nima hojati? Malaikalar va ularning ustiga taklifat yo'q, masalan bizga o'xshash. Atrofda yashayotgan hayvonlar va ularning ustiga ilohiy ta'limot yo'q, vazifa yo'q ularning ustiga. Ular o'zi yashaydigan, o'taydigan vazifaga loyiq ravishda yaratilgan, shu vazifa bo'yicha ketaveradi, hech taklifat yo'q. Faqat inson imtihon qilinadi bu dunyoda. U ustidan shu yerda bir zilli qoladi. Xarakterimiz, tabiatimiz, havasimiz, qiziqishimiz bu ilohiy ta'limot bu. Biz dal o qiziqishlarimizni, havaslarimizni yengib mayaga kelalisak, imtihondan o'tgan bo'lamiz. Jannatning badalini o'tgan bo'lamiz. Undan keyin jannat bizning bo'ladi. Bu bizning imtihon qilinishimizning bir shakli. Endi misha kelgan vaqtda bir narsa deymiz endi. Inson har xil tabiati bor ekan insonninki. Biz degandek ilgirgi darslarda deb o'ldik. Masalan, bugungi darsning insonning ojizlik tabiati aldirang'ulik ekan masalan. Inson aldiraydi ekan masalan. Inson aldiraydi ekan. Bu nima uchun bunda ojizlik insonda qo'ya olgan? Nima uchun bu xil shaklda imtihon qilinadi desa, mana tushunish to'g'ri keladi endi buni. Bir odam o'zining saviyasidagi ishni qilsa, u odam uchun hech bir alohidlik bo'lmaydi. O'zining saviyasidagi bir ishni qilsa, ya'ni bir Navoiyning nayoqqini hech hayron qilarlik emas, chunki u Navoiy. Nayoqqida undan boshqa ishi yo'q. Yoki yana bir odamningki o'zi normal shug'ullanayotgan kasbdagi bir ishni qilishi u normal ahvol. 10 yoshlik bolaning 10 yoshlik bolalarning qiladigan qiliqlarini qilishi normal ahvol. Hamda inson agar unda aldirang'u yaratilmay, salmoq yaratilib, insonning hozirgi tabiatidek yaratilmay masalan, malaikadek yaratilib, u xil shakl yashasa, hech insonning bir alohidlik bo'lmaydi. Dal insonning o'z vaqtida Odam alayhisalom yaratgan vaqtda malaikaning oldida, Alloh farishtalarning oldida faxr qilgudek alohidlik nima desa, inson shunda ojiz yaratilgan bir maxluq. Insonda nurg'un kamchiliklar bor. Nurg'un insonni tatib turadigan bir havaslar bo'ladi. Ammo inson shu havaslarining ustidan g'olib kelalagach qilam qadrlik. Yani inson o'zining tabiatidan xalqib o'tadi. Manda bir maxluq. Ne malaika unda emas, ne başka hayvanlar unda emas. Dal inson başta. İnsanның dunyo oxiratdagi Allohning nazaridagi hurmati dal shu orqali bo'ladi. Agar insonning unda tabiati bo'lsa, u bir salmoq odam bo'lib olsa, hech uni bir alohidlik, chunki salmoq u azaldan. Ammo inson aldirang'u, insonning umumiy joyizda masalalarga aldirab hukm chiqaradi, birishlarga aldiraydi. Aldirablam masalalarni uyan buyon qiladi. Ammo Aşı mecazning ustidan g'olib kelib turib, yine salmoqliq dunyodagi o'zining hayotini normal shaklda o'rinlashtirib, Allohning Rasululloh degan shaklda ma'nolidi. Bu buyuklik insondagi. Bu orqali inson taraqqiy qiladi. Ya'ni insonning bu ojizligi insonning yuksak o'ringa, yuqori darajaga erishishining sababi bu. Ya'ni 5 yoshlik boladan birisi boshlang'ich maktabni bitirib olsa, bu alohida taraflanadigan bir ahvol bo'ldi. 12-13 yoshlik boladan birisi oliy maktabga chiqsa masalan, ya'ni u normal bolalardek ya to'liqsiz yerda o'qimay, u darslarni qatlab o'qib, 12-13 yoshda oliy maktabga chiqsa, bu bir atrofda boshqalar madhiyaligidek bir xil ahvol bo'ldi. Ya'ni o'zining doirasini hal qiyolida bola. Shunga o'xshash bir masala. İnson ojiz yaratilgan bir maxluq. O'zining shu ojizligini besib tushaydi. Aldirang yaratilgan maxluq uni besib tushaydi. Ana shuning bilan insonning qadri asli mundaq turib, mundaq ishni qila oladi ya inson deydigan manda shaklda darajasi eshidu, martabasi an eshidu. Payg'ambar alayhisalom hadisda mu'minda butun tabiatning bog'liqini tilga oladi. Imom Ahmad Abi Umamadan rivoyat qilgan hadisda mu'minda bütün mijoz bor. Yolg'onchilik bilan xiyonatdan boshqa. Mashkisi mu'minda normal bor, mijoz emas. Bu mu'minning mijozi, ammo qara mijozning hammasi bor. Mu'min shu mijozlar, shu xarakter, shu havas, shu qiziqishlarning ustidan
ilahiy ta'limot bilan jannat uchun bir muncha tirishchilikni ko'rsatib, badalini to'lab qana qiladi, o'zini yuksaltadi. Shuning bilan qadrli qiladi u inson. Shuning bilan uning martabasi eshidi, an jannatga nima bo'ladi? Loyiq bo'ladi. Deyishimiz mumkin bu ojizlik insondagi. Allohga duo qilib, vaqtimiz duo qilib, Allah meni ashta yaratib ekansa, ojiz bandan ekansiz deb duo qilamiz. Bu ojizlik. Bu ojizlik nuqtasi nima o insondagi? Aldirang'ulik qildi masalan, bo'shanliq insondagi, chidamaslik, nurg'un sifatlar bor Qur'onda. Xuliqal insani halua, xuliqal insani manua, al-bakhil masalan. Bu qadar insondagi ojizlik nima uchun desa, buni bir misol orqali tushuntirish to'g'ri kelib qolsa, hammalarning oilasida elektronlik uskunlar bor. To'ng'atqu deymiz, kiralg'u deymiz. Shunga o'xshagan qimmatli elektronlik uskunlar bor. To'qton xarva odamlar biladi. Har qanday elektronlik uskuniningki bir kichik bexatarlik simi bo'ladi. Ya'ni iqim yuqori kelib qolgan vaqtida shu sim kuyidi, uskuna qana qilinib qoladi, saqlanib qoladi. Dal insonning mushu ojizlik nuqtasi nima desa, insonni nurg'un ishlardan saqlab taraqqiy qilishiga sabab bo'ladigan bir narsa. Chunki inson o'zining xarakterining ta'siri bo'yicha ma'nolaydi. Agar shu darajaga yetgan vaqtda. Chunki uning tabiati, uning qiziqishi boshqaga tortadi, u Robbini rozi qilish uchun uning aksiga mangdi. Shunday inson taraqqiy qiladi. Biz bayatni o'qigan hadisdagidek, qanday bir banda Alloh uchun bir narsani tashlasa, dunyo oxiratda uningdan yaxshisini bilan o'rnini to'ldirib beradi deb hadisdan birini o'qidik baya. Chunki inson butun tabiatini Alloh uchun tashladi. U yüzden Allah uning tabiatining qarshiligida, ochtatgan jafosining, ko'rsatgan tirishchilig'ining qarshiligida uningdan yaxshisini dunyodan beradi va oxiratdan beradi. Shunda vaqtda shu ishlar, shu sinoqlar, shu o'zining tabiat havisining ustidan g'olib keladigan mu'min o'zining to'g'ri yo'lda manganligini his qila oladi. G'oliblik his qiladi shu vaqtda o'zini. Bir xil izzat his qiladi, chunki u badallarni o'tayoladi u. Manda ishlarni qila oladi u. Masalan, kichik baldan birisi o'zidan cho'ng odamni urib, yiqitib, oldin to'sib olgan yerdan o'talasa, uningda bir nim paydo bo'ladi, o'ziga ishonch paydo bo'ladi, g'urur paydo bo'ladi, izzat paydo bo'ladi. Mu'min shu havaslarning hammasining ustidan kelib bu yo'lda ma'noladi boshqacha. Ya'ni o'zi odatdagi odam emas, tek bir xil o'zini yengalaydigan, qiyinchiliklarni ustidan g'olib kelaydigan bir xil ahvol paydo bo'ladi mu'minda. Masalan, deyli bir o'quvchi imtihon maydoniga kirishning oldida, ya'ni imtihon elinadigan bir o'quvchiga imtihon tushadigan savolning hammani deb bersak, ya'ni qog'ozni berdik. Imtihoningizda men savol tushdi. Uni obdan o'rganib kirib imtihon bersa, hech kishi qadrlamaydi uni. Chunki u hech ahamiyati yo'q uningki. Yana bir o'quvchi imtihon savoli deb berilmadi. Tayyorlik qildi, tirishdi, kechini kunduzga o'ylab, kunduzni kechiga o'ylab, kechasi uyqusiz qilib, tirishib o'qib imtihondan o'tdi. Buning bu imtihonisi o'ziga ta'sir qiladi. Chunki yana bir o'quvchi o'zidan rozi bo'lmaydi. Chunki u haqiqiy o'tmadi o imtihondan. İmtihan savoliga oldin ola erishgan, shu o'ziga ishonch qilmaydi u. Anada xushalik olmaydi o'ziga nisbatan bu. Men imtihondan o'tdim deyamaydi u. Ne ota-onasi, ne ustozlari uning imtihondan o'tganligiga ishonadi. Chunki qog'oz bor unda savol qog'ozi. Men yana birisi-chi o'ziga ishonaman, bir narsa bildim. Men imtihondan tirishib o'tdim. Ota-onasimi qadrlaydi uni, ustozlarimi qadrlaydi. Bu xil shakldagi ahvol yana bu. İmtihan sualının qo'lga birilganligi va birilmaganligi xuddi insonga bir muncha uni boshqa yoqqa chaqiradigan havas, tabiat, xarakter, qiziqishlarni yaratib qo'yib, andaki mayoqqa mang desa, ashlarni yengib mang'alaganga o'xshaydi. Yengib mang'aladi u. Ya'ni bir xil uningda o'zini boshqara oladigan, o'zini tutib oladigan. Odatda bizmi deymiz, odatda ba'zi bir shalloq odamlar bor. Ko'nglining keyniga kiradi. Biz o'zimizning insoniylik ahvollardan deymiz, o ko'ngilning keyinda qolmaydi, o'zini boshqara olmaydi u deymiz. Ammo o'zini tutib olgan, havasning keyniga kirmaydigan, masalalarni atrofga qo'yadigan, mahal tamkin o'zini tutib olgan. Bizning nazarimizda bu qimmatli ku odam. Bizning nazarimizda, tabiiyki Allohning nazarida qimmatli bo'ladi inshaalloh. Endi bugungi temamiz shu yana aldirmaslik, masalalarga aldirib hukm chiqarmaslik temasi.
Bununla münasebetlik Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Bu ayetni köp okuyumuz. Afsus bu ayetning mazmuni bizning ijtimoiy turmushlarimizga, biz yashayotgan ijtimoiy o'zaro bir-birimizga muomala qilishimizga ta'sir qilmoqlik. Bugungi temaga munosabatlik. Ya ayyuhallazina amanu Surah Hujuratning 6-oyati. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ey mu'minlar, agar sizlarga fosiqdan birisi xabardan birini ep kelsa, ya'ni buni texnik tushunishlik desak, rasmiy ishonchli bo'lmagan xabar kelsa, xabarning hammasi ishonchli emas-ki. Nima deydi Alloh subhanahu va taolo oyatning oxirisida? Fatabayyanu. Buyruq ma Alloh subhanahu va taoloning aniqlangan da'vatidir. Ya'ni aldirmanglar. Ko'zingizga shunday ko'ranganga qarablam kesmanglar masalani. Quluqinglar anglagan shunda bir xabarga qarablam birovlarga hukm chiqarmanglar. O'zaro munosabatni buzmanglar. Bu yerdagi buyruq nima? Aniqlanglar masalani. Aydınlaştırыңlar meseleni. Yani bugungi aldırmaslık deganning yana bir münasebetlik tarafi aniqlash. Bugun biz shu aldırmaslık haqida so'zlayapmiz masalalarga. Temkin bo'lish, salmoq bo'lish haqida so'zlayapmiz. Buningga munosabatlik yana bir tarmoq temadan birisi chiqdi, aniqlash. Masalani aniqlash kerak yani. Masalaga atrofli qarash kerak. Esingda bo'lsin, pushayman xato qarordan keyin ilingan pushayman ilingan xato qarordan mubaxatarlik. Ilingan xato qaror, ya'ni aldirab ilingan qaror, o bir xatarlik ish. Onunga qilgan pushayman oningdan mubaxatarlik. Shunga qarindoshlarimdan umid qildiganim ochiqlangan holda qaror chiqarmaslik. Bir gapni angladik, kallamizga bak ta'sir qildi. Bir ishni ko'rdik, bak ta'sir qildi. Shu hamallan bevosita qaror chiqarib, bunda qilish bo'lmaydi. Bo'libmi ijtimoiy jamiyatga munosabatli ishlarda. Tabiiyki hamma ishlar shunday qilish kerak. Bular boshqalarga munosabatli ishlarda texnik shunday qilish kerak. Aqallisi 24 soat cho'ng qarorlarni chiqarishning oldida o'ziga vaqt berish kerak yani. Chunki bunda vaqtda elingan tuyuqsiz qarorninki oldirab qilingan hukmning pushaymini intayin yuqori. Ayol o'tirdagi masalalar va dadabal o'tirdagi masalalar va ijtimoiy kishilar bilan bo'lgan aloqadagi masalalar va aldirash qolmaydi. Bu yerda 3 bosqichni bosgandan keyin qaror chiqarish kerak. Birinchisi ma'lumot to'plash. Yani bir masalalar yuz berdi, bir masalalarni angladik, bir masalalar bo'layotdi jamiyatda. Bu haqda ma'lumot to'plash. U qanda, bu qanda, o qanda, ma o qanda, aniq masalani aniqlash. İkincisi toplangan ma'lumotga ko'ra masalalarning xarakterini izlanish. Nurg'un masalalar ko'rangandek emas, anglagandek emas. Nurg'un masalalarning ichi boshqa, teshi boshqa chiqadi. Ikkinchi qatim mohiyatini tashvish. Uchinchi qatim oldingi 2 bosqichda elingan amaliy yakunga asosan hukm chiqarish xiyolga emas. Shunga bayatdanqi o'qigan oyatda bizga alayda buyruq shaklda fatabayyanu aniqlanadi. Nimishqa an tusibu qawman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Pushaymon qilmasligingiz uchun. Ishxonaga kirib, ustal ustidagi oq qog'ozni birini ko'rib, purlablam atsa, yirtib atsa, eg'ir pushman qilsa-ki, chunki u millionlik chek, masalan, yoki muhim bo'lgan bir to'xtam, bu xil pushmonlar har doim yuz beradi. Shunga ummatdagi cho'ng ulamolarimiz, ummat peshvolarimizga qarasak, bularning salmoqligi, temkinligini ko'rib olamiz. Tabiiyki, insonning yashining yo'g'inishiga ergashib insonning mijozi o'zgarishlar bo'ladi. Ammo bizning da'vat qilganimiz shu o'zgarishlar bo'lib, masalalarni tushunib yetganga qadar ba'zi qiziq qarindoshlarimiz bor. Masalalarga aldirab hukm chiqaradigan, bunga hukm chiqaradigan masala shu. Bizning da'vat qilgan masalamiz shu. Cho'ng
ölümalarımız bayatın degenimizdek salmaq keladi. Meselelerge etraflı hüküm çıkardı. Karar elişte aldırap karar almaydı. Bu bugünkü tema ictimai cemiyetimizin her sahadirleriga tepilayotgan krizisning yolunu itish uchun eng muhim bo'lgan bir tema. Ailede ayol oturda nurgun tushunishmaslik yuz beradi. Erler ba'zida ayollarni tuyuqsiz xato tushunib, ya ko'rgan bir ko'rinish yoki tushunib qolgan bir xato tushunch yoki anglab qolgan bir xato so'z tayinib taloq qiladigan ahvollar yuz beradi. Taloq qilib ushni qiladigan gap. Shuni taloq qilib bo'lgandan keyin barmoq tishlanganning hech foydasi yo'q. Ayollar er üstlerinin açta ciddi kararlarını alıyordu. Mesela bir hüküm anlayan gap yoki ko'rgan bir narsaga qarablam hukm chiqaradi. Nurg'un gapni devididi masalan. Deyilib bo'lgan gapni suluqlanmaydi ishiga. Shuni oldirmaslik kerak. İş egalari va ish ahli va ochiqlangan yoki jiddiy bir şekilde hüküm almaslık, açıklanmaslık gerek. Bu doğrudan toplumumuz açıklanmaslık hakkında. Ama bugünkü temimiz o muğaçqa atlap ötüp ketimiz, bugünkü temimiz aldırap qara almaslık. Bayatın degenimizde 3 basqıçni besişin gerek. Birisi ma'lumot to'plash, ikkinchisi şu ma'lumotlarning mohiyatini tekshirib chiqarish, üçüncüsü şu toplangan ma'lumotlar ve aniqlangan meselelerinin karakteriga qarab turib ondan keyin hukm chiqarish. Bu mesele çoğ devletler münasebetinden tartib ikkichiga bir adamning shaxsiy ishlariga hammasida ta'sir var mesele. Hammasida yuz beradigan bir krizis bu aldiraqsallik. Peygamber Aleyhissalatu vesselam'nınki bir hadis var. Yani Tirmizi Abu Hurayra radhiyallahu anhu'dan rivayet kılgan hadis. Yustajabu li ahadikum duauhu ma lam yani Peygamber Aleyhisselam bu hadiste deydi. Aldırmasılar her kimnin duası icabet deydi. Demek Peygamber Aleyhisselam duanın icabet buluşuğa aldırmasını şart kılamadı. İnsan dua kıldı, sabır kılış gerek, kütüş gerek. Endi men birinchi noktadan birisi var. Yani şu aldırmaslık hakkında biz davatimizga so'zlayapmiz. Nima uchun deganda bir masalani tushunish to'g'ri keladi. İnsan aslida bir yo'q bir maxluq, hammanglar buni bilasizlar. İnsan yo'q dunyoda. Hal ata alal insani haynun min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura. İnsanın birinchi oyati. Dunyoda inson yo'qdi. Alloh subhanahu va taolo insonni paydo qilib ekeldi. Bu nokta kalımızın ölse, insan yer şarida yaşaş için kerakli bo'lgan oksigen, hava, yemeklik, ichimlik, birga yashaydiganga ayol, mehr muhabbetlik hamroh balalar va undan boshqa mush dunyoda to'g'ri yo'lni tepib yashash uchun nurg'un ne'matlarni berdi. Endi aldığımızda tuyuqsiz bir iş kep qalsa bizni achchig'iltadigan, bizga ig'ir ziyon bo'ladigan-dek yoki ishqib bizga ziyonliq deb qaraladigan bir xabarni anglagan yoki ko'zimiz ko'rgan vaqtida nima uchun o'ylamaymizki? Alloh subhanahu va taolo meni yo'qdan bar qildi. Menga turlik ne'matlarni badalsiz, qarshiliksiz berdi. Mushu Alloh subhanahu va taolo hikmet bilen muş dünyanı yaratkan, meni nimetler bilen teminleyen Allah subhanahu wa ta'ala meni herkes zaya kuvvetmeydi deydiğen bir göz qaraş nima uchun bo'lmaydi? Nima uchun aldırab qarab chiqaramiz? Allah hakim zat, Allah'ın hakim sübtiga işinimiz. Hakim sübet degan her iş bo'lsa çoqum bir hikmet var onunda. Unda olmaydigan iş yok. Şu ma'noga diqqat qilish kerak. Allah bizni yo'qdan yaratdi, bekor yaratmadi. Bizning nima ish qiladiganligimizni tatib, hammani oldin ala urunlashtirib yaratdi. Nurg'un ne'matlarni bayatni sanag'inimizdek. Endi mushlarning hammani Alloh qildi deymiz yo. Allohni hakim deymiz yo. Nima uchun yuz bergan bu masalaga qarata Allohning bir hikmati bor demay darhol ochiqlanamiz. Darhol uningga qarata inkas bildiramiz masalan. Nima uchun uningga darhol qaror olamiz shu vaqtda? Shu tufayli mushta oldirganlik tufayli xato qila olamiz.
ağır derecede pişman kılımız. Bu yüzden, bu sebepten şu kardeşlerimize tavsiye kıldığımız şeytanını hoş kılmaslık gerek. Şeytanın yolunda mağmaslık gerek. Yani dedik ki aldıraşının özü şeytandan. Aldırmaslık Rahmandan. Nima uchun? Çünkü her işni Allah uğurlaştırdı. Meselelerge aldırıp hüküm çıkamısa kılıdı. Çünkü biz Allah işengen ekanmiz, Allah'ın hakim üstü işengen ekanmiz, bulup atkan işladımı, yüz bergen işladımı çokum bir hikmet urdu. Aldırmaslık gerek. Şoňa başga biz bayatdan okugan bir hadisde Peygamber Aleyhisselam'dan bir sahabını maqtagan bir gep var. Sende iki türlük bir hislet var sende. Allah bu iki türlükni hisletini yaxşı görüdü. Bu iki türlük hisletinin birisi salmaklık ve aldırmaslık. Ana davatıdır Resulullah. Bir adamın maqtavadı dayada. Hem de biz aldırmayımız dedik meselelerge. Aldırmayı hüküm çıkarımız dedik. Gerçi bek asası temaga münasebetli olsun ama biz yukarıda ilgili derslerimizde olsun, yani bu dersimiz olsun inşallah Allah nasip kılsa bundan keyin söyleydiğin derslerimizde olsun sözlevatkan İslami ahlakla her temadaki, mesela bugün temadaki aldırmaslıkka okşaş. Bu ahlaklarının bir Müslümanda umumlaşışı üçün etrafta münasip bir şarait, muhit oluş gerek. Yani bu xil ahlaklar, mesela yukarı ilgili sözümüzden sözlevatkan ahlaklar ve bugünkü ahlaklar, ahlakның türüdün de hem ahlaklar bir adamның ameliyatida aks etiş üçün ikinci bir adamdımı buluş gerek. Yani bizde ictimai perviş muhitiga muhtaçız bu cəhətdə. Şoňa başga biz bunu kengaytişke ihtiyacımız var. Mella munda olsan bolmaydı. Sen munda oluşun gerek, o munda oluş gerek. Men, sen, o hemmeyle muş ictimai perviş muhitini berpa kılalısak. Özara birisi-birisimizden İslami ahlaklar bilen zinetlenişki yerden birerlisek, biz bu yerde közlügen nişanını ortaga ep çıkalayımız. Yani İslami ahlak muhitini yaratalayımız. İslami ahlak özünün rolünü cariye kıldıralaydı. Şu vaxtada bizden dünya ahiretlik bəxt saadetimiz oturuğa çıkıdı. Sura Kehf'nin 28. ayetinde Allah subhanahu ve ta'ala ictimai lişiş, yani topluşuş, yani yalğız bulmaydı bu işler. Etraftıklar bilen birlikte oldu. Muşa hakkında deydi, "Vasbir nefseke ma'allezine yed'un rabbahum bil gadati vel ashi." Qur'an ayette. Sen yalğız sabır kıl demedi. Ettigen keşlere Rabbiga dua kılıp Rabbinin rızalıkını közeydigan kişiler bilen birlikte sabır kıl. Opça yani köpçülük bilen birlikte bir ictimai ilişki gerek, bir topluluk şekillendiriliş gerek. Bir toplum buluş gerek yani bir top. Yani biz tergib kılavatkan ictimai ahlak sahibi olan bir toplu şekillendiriş gerek. Bunun için her adam küçünün yetişçe etraftakilerge şu xil şekilde muamele kılışlan gerek ulanı muşunda İslami ahlaklarga tavsiye kılışı, davet kılış gerek. Sura Tevbe'nin 119. ayetinde ya eyyuhellezine amenu taqullaha ve kunu ma'as sadiqin. Ey müminler Allah'ın korkunda bulup sizler rastıl olan müminler bilen birlikte degan bir topluluk buluş gerek yani. Bir toplum buluş gerek. Yani bir cemiyet şekilleniş gerek bu xil şekilde. Yani insanın yetiliş üçün, doğru yolunu qana qilish üçün, davamlaştıralish üçün ya da seni perviş qilib yetildiradigan bir ijtimoiy perviş muhiti buluş gerek. Hem de ijtimoiy perviş muhiti bulup mu bizning bugungi yaşavatkan hazırki şaraitimizde iki xil muhitimiz var. İnsan kişi dadısı, anısı, tağısı, hammısı, qarindoshları. Bularning arasında bu bir yetiladi. Bu bir. İkincisi dostlar bilan yetiladi. Bu gapni deyishimizning sababi buning insonga bo'lgan ta'siri intan yuqori bir taraf bu. Tamam. Bir balaninki dadısı balaga kuyunidi to'g'ri. Anısı kuyunidi, akılları kuyunidi, tağıları, hamıları kuyunidi. Ama bu muhitning insonga ko'rsatgan ta'siri %40%.
Qalan %60% şu balaning yoki şu odamning atrofidagi do'stlaridan elinadi. Şuna biz dadalarga tavsiya qilamiz, analarga tavsiya qilamiz. O'g'illaringizning, qizlaringizning kimlar bilan aralashayotganligi, kimlar bilan do'st bo'lganligiga alohida diqqat qiling. Chunki do'st billa qo'pidi, billa o'ltirdi, billa ketidi, billa keladi. Buning ta'siri qolgan ata, ana bayatın degende qarindosh, hatto ustoz bular qirgan vaqtda pek yuqoriladi. Hatto bir balaninki biz bayatın degende dadasi, anasi, aksi, hammasi, tag'isi va ustozlari hatto shu bola namoz o'qiydigan masjidning imomlari hatto bular egallaydigan u bolaga qiladigan ta'sir nisbati 40%. Qolgan 60% do'st. Ta'siri do'stdan oladi. Shunga ota-onalar bu nuqtaga alohida diqqat qilish kerak. Esingizda bo'lsin. Muhit yaxshi shakllanmasa, biz bayatdan 2 oyat o'qidik. Mu'minlar o'zini shunday bir muhitga olmasa, islom axloqi o'rganmoqchi bo'lsa, islom axloqiga sohib bir muhitni atrofida shakllantirmasa, bolasiga islom axloqini singdirmoqchi bo'lsa, shu axloqqa munosabatli bir muhit shakllantirmasa, onun ahirisi çıkmakı bəsi müşkül. Şu üstüdün biz ata-analarga bulupmu, tabii ki hemen qarindoshlar bunun da məsuliyyəti var. Bulupmu ata-analarga ballarga nisbeten köz qulaq oluş. Bularning aralışış muhitini yaraqdan közütüş, kontrol qilish, ama onunla yolsuz şekilde, əks təsir edilgan şekilde muamele qilish qolmaydı tabii. Ama yaraqdan közütüp kontrol qilib, ballarninki yani biz xalamaydigan bir muhit do'stlarning shakllanib qilishi, ya'ni islomiy axloqqa zid shaklda holatdagi bir muhitlik bir do'stlar to'plamining bo'lib qolishining oldini olish kerak. Oldini olish kerak. Ana demak biz bugungi darsimizda aldırmaslik meselelerine nisbeten çokum bir işte Allah'ın hikmeti var. Bu iş mesela bir musibetler keledi tabi. Soğudumuz ziyan kuşuruş mümkün. Ziyan tatlık yoksuz. Aldırap türep, kakşap bir xil çıdmaslık kılsak olmaydı. Canlarımızga ziyan gelişi mümkün. Tuqqanlarımız vafat tepişi mümkün. Muşlarının hemmege salmaklık olan, temkinlik olan, bir Allah'ın iradesi var, Allah'ın hikmeti var deb salmaklık olan muamele qilgan vaqtimizda bundan bizning erişadigan neticemiz xotirjamlik. Etrafımızdaki bütün narsalarni yo'qotayli, bütün narsalardan mahrum qolayli, ammo biz shuningga Allah'ın hikmet babidan qaraya olsak, bizning hamma narsamiz bo'lgan bo'ladi. Bunun özü bizning saadetimiz oldu. Bu bir bizdeki muqimliqlik oldu. Allah'a bo'lgan rozilik oldu, hikmet oldu, ziraklik oldu. Bunu nim deb söylesek oldu. Buningdan ortiq baxt, saadet bo'lmaydi. Chunki biz bu dunyoga kelgan vaqtimizda bir bilik nishonlar bilan kelgan, bir bilik g'oyalar bilan kelgan. Biz bir darsimizda dedik, odam 99 yosh bo'lgan taqdirdimi? 99 yosh bo'lgan taqdirdimi? Ama onun büyük gayesi olsa, bu gayeye yetiş yolunda bütün narsalardan hemmisini kurbanlık birerlise, o adam yaşı 99 yaş olsun, yaş bir adam. Çünkü gayesi o adamdan büyük. O adam da yolundan otur da özünün gayesi boyunca. Ama bir özü yaş, 30 yaşlı etrafındaki bir yigit olsa mı, onun gayesi pul, yani bir ayal, yani bir maşina, yani bir hizmet, ya ki o bu qalğan taqşundan çekilinip qalğan taqdirde, o şunun yetti, maşinini aldı, xotununu aldı, öyünü aldı, hizmet gelişti, onun gayesi tügüdü, yeşil kiçik olsa mı, özü yolunun ahırı kep qalğan buldu. Bu nokta bizning hayatımızdaki bizni baxtli qilish yoki baxtsiz, zirkishlik turmushlik olib qilishdagi muhim ochqich. Bu nuqtaga alohida diqqat qilish kerak. Alohida diqqat qilish kerak. Endi deyishi mumkin ba'zi qarindoshlarimiz, men sal aldirangu ba'zi ishlarda aldirab qolaman. Masalan, o'zimni shuncha salmoq temkin tutay desammi, tutolmayman. Qana qilishim kerak deyishi mumkin. Payg'ambar alayhisolatu vasallamninki bir hadisi var. Abu Dardo'dan Tabrani rivoyat qilgan bir hadisda bunday bir nasihat var. İnnemel hilmu
bittahallum. Yani temkinlik qanday shakllanadi desa, zo'rlab temkin bo'lishlar. Yani texamamında uçuqroq desak, sun'iy temkinlik bilan. Sen bo'ldi temkin emassan, salmoq emas, aldirango, mijozing ittik. Dastlab salmoq bo'lish, temkin bo'lish uchun birinchi qadam o'zingni besib temkin holatiga kelsa. O'zing temkin emas, aldiravotsa, lekin o'zingni zo'rlab besib olsa, bir sun'iy shaklda olsa-mu, temkinlikka kirsa. Dastlab ashta boshlanadi. Asta odatlansa, uning keyinidan sening nimaga aylanadi? To'liq mijozingga aylanadi. Shu vaqtda sen g'alaba qilgan bo'lsa, yo'lning endi bu mushaqqatdan davondan otlagan bo'lsa. Hadisning oxirisida innamal halmu bittahallum va innamal karamu bittakarrum. Saxiylik unda isillik qanday shakllanadi desa, zo'rlab saxiy bo'lishlar. Sen saxiy emas, bag'ing kelmaydi. Ya, shuni bir paqaya haqqa. Bir sixiyo paqaya deb turib birisi. Ikkinchi qatim birisi, uchinchi qatim u kallanga kamay birisi. Yana bu sal odatlangan bo'lsa, undan keyin sening tabiiy mijozing aylanadi. Mu'minningki taraqqiy qilishi mushuludi buna. Mu'min ashta bir eng islomiy axloqning, islom axloqi yo'q bir holatning, eng nachar holatdan bir qadam, ikki qadam, uch qadam bilan yuksiladigan gap. Dedik-ku, dastlabda tas qiladi bir ishni. Bu ishlar eg'ir keladi. Sexiylik eg'ir keladi. Masalan, chiqim qilish eg'ir keladi, yaxshi ish eg'ir keladi. Salmoq bo'lish, tamkin bo'lish eg'ir keladi. Ammo zo'lab birinchi qadamni olib, ikkinchi qadamni olib, uchinchi qadamni olgandan keyin tabiiy asta u odatga aylanadi, tabiiyatga aylanadi. Shuning bilan u eng oxirida shundoq bir holatdan boshqa holatga ko'nolmaydigan, ya'ni tuvandagi ishlarni past ko'radigan bir. Masalan, deylik, oddiy bir misol. Adam en tuen basqıçtaki vaqtida bir taksiga chiqdim. Taksining ün alg'usidan nahayta qalaymaqan naqshilni yoki muzikilni qo'yib etdi. Sana hech qanday tuyulmaslik mumkin dastlabda. Ammo sen islomiy axloq bilan axloqlanib bu yo'lda, ya'ni bu axloq babida yuksalgan siri o tabiiy sal jirginadigan bir narsaga aylanadi. Bir aram bo'ladigan narsaga aylanadi. Asta yeri undan keyin faqat anglamaydigan, uni anglasang zot bir aram bo'ladigan, turolmaydigan bir hol. Bu bir yuksalish qadam bosqichi. Shunga qarindoshlar, bugungi suhbatimiz shuni bilan oxirlashdi. Suhbatimiz shu salmoqliq, temkinlik masalaga aldirab qarshi qolmaslik haqida bo'ldi. Allah subhanahu wa ta'ala hammalarni shu go'zal axloqlar bilan zinatlangan nasib qilsin. Bu go'zal axloq yo'llarini bizga qulay qilsin. Oxirida kelar qatimliq suhbatimizgacha hamma amon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.